Agentligingizga har kuni o'nlab mijoz keladi. Lekin oyiga nechtasini shunchaki yo'qotyapsiz. Bir agentlik egasini bilaman. Mijozlari Excelda, boshqa birlari esa oddiy varaqda, qolgani menejerni telefonida qolib ketgan bo'lishi mumkin. Bir kun yaxshi mijoz qo'ng'iroq qildi, lekin kim u bilan gaplashgandi, qaysi obyektni so'ragandi, hech kim bilmaydi. Mijoz esa boshqa agentlikni tanladi. O'sha kuni u tushundi. Muammo jamoasida emas edi. Muammo hammasi bir joyda emasligida edi. Agentligingiz o'shyapti, lekin tizim ortda qolyaptimi? Tizmo tartib o'rnatadi. Biz buni Megapolis Capitalda o'zimiz uchun qurdik, ishlatdik va sinab ko'rdik. Endi har bir mijoz kartochkada, qaysi menejer qaysi bosqichda hammasi ko'rinadi. Rahbar uydan ham butun agentlikni ekranda ko'radi. Har bir mijoz, qo'ng'iroq, obyekt bitta tizimda bo'lishi kerak. Profildagi havola orqali yozing. Birga ko'rib chiqamiz.